Selam do'stlar, sizlar bilan har doimgidek kayfli bo'lyapti. Bugun Ninja o'yinida yutishga harakat qilamiz. Bu ham juda yaxshi o'yin. O'ynanglar, sizlarga maslahat beraman. Jicha megabaytga internetsiz. Bu safar Free Fire'da to'g'ri o'ynaman, lekin baribir zo'r o'yin. O'yinni ham o'yinida ishonasizlarmi, zo'r o'yin. Bunaqa sirli joylar ham bo'ladi. Bolta tegan joylar, sirli joylar bo'ladi. Esinglardan chiqmasin. Hozir men bu yerdagi bossni yutyapman. Sizlarga o'rgatib o'taman. Endi boss sizlar ham yutasizlar agar o'ynanglar, tortinglar xullas. Free Fire'da o'chirib yuboringlar degani emas. Iya, o'lib ketdim, hech qisi yo'q. Cha qilamiz dedi. Yutaman biladimi? Hali bir marta ham urinib ko'rmadim. Deyman, bir marta urindim menda. Bir marta yutdim xolos. Bugun ham yutishga harakat qilaman. Chaq. Ko'ryapsizlarmi? Bitta o'ldiryapman. Uncha odamlar o'ldirish shart emas. Pulga foydasi bo'ladi xolos. Kechirasizlar do'stlar. Decha hatto kesishli bo'ldi, lekin hech qisi yo'q. O'lganim yo'q. Ishonmasanglar, ikkita jonim bor ana. Hozir yana mayitda ham sirli joy bor ekan. Ko'ryapsizlarmi bilasiz? Krisaligini. Men bularni bemalol yutaman desam, bular yutish qiyin shekilli. Ana bossga ham keldik. Ikkita jonim bor. Biz ham harakat qilamiz. Jicha kesilish bo'ladi, kechirasizlar. Jonni kamaytirib olib, yana o'yinni boshlaymiz. Yo, mana u vaqt cho'zilmasligi uchun jicha jonimni chaqib oldim. Endi vocha tez yuguradi. Juda kuchli. Bir marta o'ldim ham. Endi buni qanday yutaman bilmadim, lekin yutishga harakat qilaman sizlar uchun. Agar yutsam like va podpiska bosib qo'yinglar. Mana o'ldirdim va nihoyat. Zo'r do'stlar, endi like va podpiska bosib qo'yinglar. Bitta, xayr, sizlar bilan kayfus bo'ldi. Birinchi Ninja o'yinda. Xayr.